Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, savolim shuki, saroy mullari Shomda shahid bo'lgan birodarlarni noma'lum bayroq tarafda urushgan. U shahid emas, Rasulullohdan shunaqa hadis ham bor. Shom jihod qilganlarni bayrog'i noma'lum bayroq deyapti. Asli bu O'rta Osiyo, hozirgi boshqa musulmon davlatlarning bayrog'i noma'lum bayroqqa kirmaydimi dedilar. Bular aytgan hadis ularning o'zining ziddiga hujjat. Chunki o'sha hadisning davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man qatala tahta royatin ammiya", kim ko'rkorona noma'lum bayroq ostida urushsa, yadu ila asabiyya, millatchilikka chaqirsa yoki millatchilikka nusrat berib urushsa-da o'lsa, johiliyat o'limida o'lim topibdi deganlar. Endi ayting siz, kim Shomga borib, kelinglar o'zbeklar o'zbekchilik uchun urushamiz dedi? O'zbekmi, qirg'izmi, qozoqmi, rusmi, kim bo'lsin borib o'sha yerda arabmi, mana yerda mazlumlarga yordam beramiz deb urushdi-ku. G'oya aniq yurdi nima? Mazlumlarga yordam. Ba'zilar o'ylagandek islomiy xilofat tiklashlik ham emas. U Allohning nusrati. Alloh bersa beradi, bermasa u bizning vazifamiz emas. Qancha payg'ambarlar o'tgan, uni bir ummati bo'lmagan. Unga ergashgan bitta odam bo'lmagan. U insonning vazifasi emas, tamkin. Tamkin Allohning sovg'asi u. Insonning vazifasi mazlumlarga yordam. Alloh shuning uchun Qur'onda nima degan? "Malakna tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin." Nimaga sizlar Alloh yo'lida va bechoralar yo'lida urushmaysizlar degan. Ko'ryapsizmi? Bechoralar yo'lida. Ularki ayollar, bolalar chinqirib yotgan mazlumlar, ya'ni bizga bir yordamchi bergin deyotganlar yo'liga nimaga urushmaysizlar degan. Yerdagi urushgan odamlar mana shu uchun urushdi. G'oya aniq, mana shu Qur'onda aytilgan g'oya. Asabiyatga esa ular chaqiryapti bugun. O'zbekmiz, qirg'iz kelsa urushamiz, qirg'izmiz, o'zbek kelsa urushamiz, afg'on kelsa urushamiz. Ana ular asabiyatga chaqiryapti. Nima bor urushganingda desangiz, o'zi ham bilmaydi, o'sha ruslar chizib bergan uchburchak to'rtburchak davlatini himoya qilib urushyapti. Holbuki dini bitta, tili bitta, ba'zan mazhabi bitta. Ba'zilar chiqadi hozir, nima emish, Rasululloh Maturidiy mazhabini bashorat bergan ekanlar deydi. Maturidiy e'tiqodini qayerda bashorat bergan ekanlar desiz, mana Sulton Fotihda bashorat bergan ekanlar. Hali Qustontiniyani fath qilasizlar, qanday yaxshi jayish, qanday yaxshi amir bo'ladi, uni amiri degan ekanlar. Qustontiniyani mana kim? Muhammad Fotih fath qildi. Bo'ldi, demak eng yaxshisi bizning mazhabimiz, bizning e'tiqodimiz, Maturidiy aqidasi, Naqshbandiy tariqati deydi. Xo'p, nimaga unda Usmoniylarga bayat bermadinglar sizlar? Eng yaxshi yo'l shu bo'lsa mana. Nimaga hozir borib masalan qo'shilmayapsizlar o'sha Sulton Fotihni davlatidagi siyosatga? Birodar, mana shunaqangi tanaqqus bor. Yo'q, biz o'zbekmiz deydi. Ular turk deydi. Men qo'shilam demayapman. Qo'shilish unisi ham bunisi ham ikkisi bir go'r aslida, ya'ni. Lekin aytmoqchi bo'lganim, mana shu aslida asabiyat deyiladi. Unisi o'ziga chaqiradi, bunisi o'ziga chaqiradi, ya'ni. Noma'lum bayroq deb mana shuni aytiladi. Asabiyat deb hadisda ochiq aytib turibdi-ku o'zi. O'sha aytgan hadisining o'zida. Ikkinchidan, mana qarang. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Mahdiyga qarshi urush qilib kelayotgan odamlar haqida aytganlar. Niyatiga ko'ra tiriladi deganlar. Tasavvur qilyapsizmi? Mahdiy u. Kim u? 1400 yildan beri yana qancha kutilgan, Alloh alam, shuncha kutilayotgan odam, yerda adolatga to'ldiriladigan haqqoniy bir xalifa. Lekin o'shanga qarshi jangga kelayotgan odamlarda ham hammasi bitta qilib harom bo'ldi demaganlar. Niyatiga ko'ra tiriladi deganlar. Endi hozir ayting, Shomda urush qilganlar Mahdiyga qarshi urush qildimi? U yerda mana shuncha odamlarni o'ldirgan, kofirni itarib kelgan, bombardimon qilgan, shuncha xalqqa necha yillardan beri o'zi uni oldin ota bobosi zulm qilib kelgan nizomga qarshi urushdi. Tog'utlar ruslarga qarshi urushdi. Qancha shunaqa kofirlarga qarshi urushildi-ku, bu ma'lum. Illoki o'sha mutaassib odam buni inkor qiladi. Shuning uchun bu yerda maqsad odamlar mazlumlarga yordam berish uchun urushdi va ertaga xato qilgan bo'lgan taqdirda ham niyatiga ko'ra tiriladi. Mana Uhudda sahobalar xato qildi, tog'ning ustidan tushib ketib. Lekin shahid deyildimi o'shalar? Nima uchun? Chunki niyati yaxshi edi shularda. Yaxshi yo'lda ketdi ular, yaxshi niyatda qildi shu ishni. Odamni innamal amal bin niyat deyiladi axir. Bularga o'zi buzuq niyatda millatchilik uchun qilganiga ajr bormishda Allohning huzurida. Bir odam to'g'ri niyatda bir ishni qilganiga endi nima qilasan? Harom bo'lding deydi. Endi siz odamlarga nasihat qilish vazifangiz. Hech qachon albatta haqni odamlarga o'rib tushuntira olmaysiz. Shuning uchun Alloh aytgan, mana siz odamlarni majbur qilasizmi degan. Siz tushuntiring, bu dunyo sinov. Odamzod sinaladi shunday, qani nimaga ergashadi. Alloh alam.